Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 19-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11.940 so'm 70 tiyin bo'lib, 69 so'm 22 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.839 so'm 27 tiyin bo'lib, 94 so'm 64 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 40 tiyin bo'lib, 40 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.